Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizda muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda bitta mavzu haqida gaplashamiz. Bu mavzu hamki YouTube ni boshlash vaqti keldi. Ya'ni hozir sezon boshlandi. Mana shu oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprelgacha mana shu 7 oy davomida nima bo'ladi? YouTube eng sezon vaqti bo'ladi. Endi bo'lib ham dekabr, yanvar, fevral eng zo'r natijalar ko'rsatadi, lekin hozirdan misol uchun kanal ochib yurgizib boshlaydigan bo'lsangiz, monetizatsiyaga ulash, boshqa qilish, kanalni yaxshi yurgizib ketguncha ancha vaqt o'tadi. Aynan mana shularni hisobga olgan holatda hozirda ayni YouTube'ni boshlash vaqti keldi. Lekin avvalambor boshlagan bilan misol uchun nima qilishimiz kerak? O'z-o'zidan boshlamaslik kerak. Albatta bu yaxshi yo'nalish tanlab, tartib bilan, rejim bilan boshlash kerak. Yo'nalishlar juda ko'p. Misol uchun mana bunaqa yo'nalishlar hozir juda ko'payib ketgan. Mana bu qo'rqinchli hikoyalar misol uchun yo'nalishi bo'lishi mumkin, yoki futbolda sharh qilish, misol uchun istoriya bo'yicha. O'sha Evolution of Football Games deyapti mana. O'sha oldinlar nima bo'lgan, o'sha sharhlar boshqa qilib turib qiladigan bitta yo'nalish bo'lishi mumkin. Yoki masalan texnologiya yo'nalishlari bo'lishi mumkin. Qanaqadir nimalarni YouTube'dan ko'rib, o'zingiz o'shani tayyorlab, men bu yerdan videoni ko'chirish emas. Hech qachon birovning videosini ko'chirmang. O'zingiz o'shani ko'rib idea olib, o'zingiz tayyorlashingiz kerak. Bu albatta yaxshi. Men bunday misol uchun aytadigan bo'lsak, har xil qiziqarli narsalar chizib, bunday ishlar qilish ham mumkin. Bu ham bir albatta foydali, orqasida gaplar qo'yib, boshqa qilib turib. Bu ham bitta yo'nalish hisoblanadi. Yana ko'radigan bo'lsak, bunday qiziqarli narsalar, misol uchun insonlar ko'rmagan narsalar. Mana shunday narsalarni yaratib, sun'iy intellekt yordamida yaratsangiz ham bo'ladi. Mana shunday rasmni o'zini faqat mana shunday qilib turib, qiziqarli narsalar yaratib, insonlarga albatta mana shuni nima qilsa bo'ladi? YouTube'ga joylaydigan bo'lsangiz, juda ham katta prosmotrlarga ega bo'ladi. Ya'ni insonlar odatiy kunda ko'rishi kam bo'lgan narsalar yaratish kerak. Misol uchun bunday videolar, memlar bo'lishi mumkin. Mana misol uchun har xil o'zingiz yaratib, o'sha nima yordamida, sun'iy intellekt yordamidami yoki Photoshop yordamidami yaratib, mana shunday qiziqarli narsalar qilish kerak. Asosiysi insonlar kundalik ko'radigan narsa bo'lmasligi kerak. Noodatiy narsalar bo'lishi kerak. Misol uchun mana shunday ishlardan qilib harakat qiladigan bo'lsak, hozir YouTube'ni boshlash vaqti, albatta rejim, tartib va chiroyli yo'nalish bilan boshlaydigan bo'lsangiz, albatta yaxshi daromad topish vaqti nima qildi? Boshlandi. Aytib o'tmoqchi bo'lganim shu narsalar edi. Savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.